Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Bo'ya tumaniga kelganmiz. Kultivasiya so'rayotgan akalarimiz juda ham ko'p edi. Ko'rib turibsizlar, ishga tayyor, shuni olib ketaveradigan holatda qilib qo'yishdi akalarimiz. Shu ko'rib turgan kultivasiyalarning sotiladi. Bugungi videomizda aniq-aniq narx-navlari bilan qo'yib chiqarib boramiz. Ushbu kultivasiyamiz 76 lik sxemada 35 ta organlari bor. Suslarni ham ko'rib turibsizlar, yangi zo'rdan qo'yib qo'ygan, dozatlarni ham hali ishlamaganidan qo'yib qo'yishgan ekanmiz. Shu kultivasiyamiz 24 million kam bor, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Kelishilgan narxlarda yetkazib berishaveradi. Shu ishga tayyor, shuni olib ketasizlar, bemalol ishlarini qilib olishlaring mumkin. Xo'p, bunimizni razmerlariga kiradigan bo'lsak, buni razmeri 76 ni o'zida turibdi hozir. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'yaylikki, buni ham aytib o'tamiz. Hozir 70 dan, yo'q, 60 dan 90 gacha uni razmeri. Ko'rib turibsizlar, orqalarida 35 ta organlari bor. Shu qo'shulariga ham cho'tki holatda yerlaring yumshoq qilib ketadi. Dori ham ikkitasi bitta dorida ham solib ketadi. Hammasi yangi mahsulot ishlatishgan, shprintlarni ham ko'rib turibsizlar, zo'r cho'tkisidan qo'yishgan. Xo'p, bu akalarimiz bilan ancha yillardan beri ishlaymiz. Maqtamayman, prosta o'zlarining ishlariga baho berasizlar. Вообще ajoyib cho'tki holatda ish olib borishadi. Ichki holatlarini ham, asoslarni ham ko'rsatib qo'yamiz, ko'rib boraverasizlar. Dozatorlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Dozatorlari ham mana yangisidan qo'yib qo'yishyapti. Aka, mendan juda ko'pchilik so'raydi, 60 razmeriga ham moslama qilsa bo'ladimi? Moslama qilsa bo'ladi. 60 razmeriga ham mana ko'rib turibsizlar. Razmerlar suriladi. 60 bo'ladi, 70 bo'ladi, 76 bo'ladi, 80 bo'ladi, 90 razmerda bo'ladi. Hamma razmerlari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar kerak bo'lgan akalarimizga. Shunaqa kultivasiyadan qiynalayotgan akalarimizga shu videomizni jo'natib qo'yasizlar, manfaatli, foydali video bo'lib chiqyapti. Bizning mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Hozirgi paytda ishga tayyor, bemalol sotuvda bor. Bu tomonlardan ko'rib turibsizlar. Bu tomonlarda hozirgi variant 76 ni o'zi bo'lyapti bu. 76 ni o'zida. Endi kraska sachash jarayoniga kelib qoldi. Kraskani to'xtatdi, aka video qilamiz deb chaqirishdi. Video obzor tayyorlab beryapmiz sizlarga. Manzillarni aytib o'tdik. Videomizda kommentariyaga yozib ketinglar, qanday texnika kerakligini yozib ketlaring, biz o'shanga qarab texnikalar izlanib chiqarib borishga harakat qilamiz sizlarga. Endi xizmatdamiz, bitta like bosib qo'yasizlar, bloger uchun minnatdorchilik sifatida bo'ladi. Ushbu tayyor kultivasiyamizni narxi 24 million. Ushbu tayyor kampirlik kraskalarni sachib berishadi. 25 million so'm xizmat haqqi bo'ladi. Shu kampirlik naborida. Ushbu ko'rib turibsizlar. Bu razmerimiz o'sha 60 dan 90 gacha ketaveradigan full holatda turibdi. Hamma yoq dozatorlarigacha qo'yib qo'yishgan. Egalarning telefon nomeri pastda yozilgan, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish imkoniyatlari bor.